Respublikamizda eng muhtasham saroyi bo'lmish Istiqlol saroyini bugun to'ldirib o'tirganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat deymiz. Bugun Ozodbek Nazarbek Oy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bir. Ey, kechirasiz. Assalomu alaykum. Ser salom alaykum. Ha, kechirasizlar, nimaga chiqib oldinglar bu sahnaga? Aka. Lani bering. Kim chaqirdi sizlarni bu yoqqa? Aka, kechirasiz. Menga qarang. Kim chaqirdi bu yoqqa sizlarni? Voy, chaqirishdi, nima ishingiz bor? Qatdan kelib qoldinglar sizlar bu yoqqa? Prokurormisiz, ham savol berasiz. Ko'chadan keldik, osmondan tushamiz. Pogromchiz-da. O'zlaringga yaxshilab qo'yasanlar. Qora xalqqa o'chirib qo'yasanlar mikrofonlarni. Cho'takoy. Men qarang aka, rubob ko'taryapsiz, dutor ko'taryapsiz. Nima chiqib ashula aytmoqchimisizlar shu yerda? Yo'q, lamon cho'zmoqchimiz. Ko'rib turibsiz-ku, ashula aytmoqchimiz. Men qaranglar, sizlar ssenariyda bo'lmasanglar, biz sizlarni tanimasak, mana Ozodbekni biz taniymiz, ana Shahzod guruhini taniymiz, Xo'jani taniymiz, Setora, Setanxon, Sorbon guruhini taniymiz. Sizlar kimsizlar? Biz ham guruhmiz. Qanaqa guruh? Oxirgisini nima dedingiz? Sorbon guruhi. Ana, u Sorbon guruhi bo'lsa, biz Narvon guruhimiz. To'g'ri. Narvon? Narvon. Voy, nimaga endi Narvon? Farosatizga chechak chiqqan. San'at osmoniga Narvon bilan chiqadi uka. Bitta qadam tashab, tepaga qarab. Men qarang, hofiz, bosh qotirmang. Biz sizlarni bilmaymiz, sizlarning chiqishingizdan biz bexabarmiz. Sahnani bo'shatib qo'yinglar, iltimos. Siz xabardor bo'lishingiz kerak. Sizga bugun telefon qilishgan. Telefon qilishgan? Yuqoridan telefon qilishgan. Yuqoridan? Qayerdan? Rayon hokimiyatidanmi? Yuqoridan. Yuqoridan. Shahar hokimiyatidanmi? Undan ham yuqoridan. Undan ham yuqori? Viloyat hokimligidanmi? Yuqoridan deyapmiz. Qayerdan u yuqori? Meni amakisi kranda ishlaydi. Juda yuqorida. Shu etkizilib boringlar, men telefon qilib qo'yaman, dedi. Maynochilik qilmanglar, iltimos. Sahnani bo'shatinglar, chiqinglar, iltimos. Uka, siz chiqing, iltimos. Xalq talab qilyapti bizdan, qarang. Hech kim talab qilayotgani yo'q mana. Bundan ortiq talab bo'ladimi? Ozodga ham shuncha qarsa yo'q. Shuni aytasizlar, bo'linglar tez, bo'ling. Bo'la qoling. Doira chiqadi. Rostdan doira chiqadi. Doirachilar ham bormi hali? Aytmoqmi deysiz ertaga? Yo'q, men aytdim, Istiqlol saroyiga yetish kerak. Garang baqirib etish kerak edi qulog'iga. Eshitmaydi u. Qulog'iga 8 martalab baqirdim, Istiqlol saroyiga kelgin dedim. Kechga qolmagin dedim. Soat 7 ga yetib kelgin dedim. Eshitmagan shu, hozir adashib yuribdi xattadir shu. Men qaranglar, doirachilar. Mana keldi. Har tugira. Qatirsan. Yaxshi, rahmat. O'zingizlar yaxshi keldinglarmi? Voy. Nimaga kechga qolding? Bugun havo yaxshi ekan, kostyum kiymadim. Xo'p, o'yinchi qani, o'yinchi. Siz o'yindan boshlamaylik, og'irroq bo'lsin. O'yinchini kechasan, to'ydan keyin olib ketuvmiding? Setorani so'rayapman. O'yinchi Setorani. Ya bu o'zi dutor doirada yaxshi-ku, nima qilasan gitarani endi bo'tga? Sen qanaqa garang, qanaqa mazgiysan? Lazgini chalmaymiz dedi-ku. Bo'pti. Ertalabgacha gaplashamiz. Bo'la qolinglar, vaqtimiz ketyapti, bo'linglar. Res. Narvon guruhi. Ketdik. Res. O'ldiradi mana bir kim basmir.
Ko'rdingizmi uka? Yuribdi-da Ozod ham ashulachiman. To'p qayrag'och ostida to'p o'ynagan yetimlar. To'p qayrag'och ostida to'p o'ynagan yetimlar. Ota onam kelar deb yo'l poylagan yetimlar. Och yuzimni eyg'at sol. Ota onamni bir ko'ray. Och yuzimni eyg'at sol. Yorug' jahonni bir ko'ray. Hamma yoq bo'ldi guliston. Men yig'lamay kim yig'lasin? Hamma yoq bo'ldi obod. Men yig'lamay kim yig'lasin? Oq ko'ylak qorashimda. Oq ko'ylak qorashimda uchrashuv bor peshinda. Oq ko'ylak qora tursuvda uchrashuv bor chorsuvda. Amigo, amigo. Aha, eshitganlar murodiga yetsin. Amigo, amigo, te quiero. Yo'g'iga Feruza somonxonaga kirib ketadi. Я сегодня пришел к вам песняlar bilan. Я сегодня пришел к вам песняlar bilan. Chap qo'limda Botir dutor, o'ng qo'limda to'xtagarang doira bilan. Otalar, onalar, qudalar qani? Stop, hofiz. Bizda oshga kelganimiz yo'q-ku, boydan beri. Nima? Oshmas bu. Oshmas bu, ya. Oshmasmi? Yo'q, O'zim aytdim, xotinlar maqyurda o'tadi. Lagan ko'rinmaydi. Ozod osh beryapti dedinglar-ku. Yo'q. Ozod osh bermayapti, Ozod konsert beryapti degan bo'lsa kerak. Ha, adashib. Garang kim o'zi? Doirachizmi, sizmi? Adashibmiz bo'pti. Menga qarang, bir tayinli ashingiz bo'lsa aytingda tez bo'linglar. Yangisini aytaylik. Yengisi ham bor. Ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya markazini xabar berishicha, aprel oxirigacha mamlakatimizda yomg'ir yog'adi. Ko'chaga chiqayotganda zontik olish esdan chiqmasin. Voydavday. Hofiz, bu kasal ekan, bu kasal. Tutqanoq bor ekan-ku. Ham sahnaga tekshirib chiqarmaydimi bularni? Mana tutib qoldi mana kasal. Hey! Aka, suv bo'yla yo'q berib yuboringlar. Nima kuladimi, nima kulasan? Kalla joyidami, kalla. Xo'sh, ob-havo ma'lumoti ham ashula bo'ladimi? Voy. Ha, amigo, ashula bo'lgan. Oq ko'ylak qorashimda ashula bo'lgan. Ob-havo ma'lumoti ashula bo'lmaydimi? Odamlarga foyda. Men qarang, maynochilik qilib bo'ling. Siz urashingiz bo'lsa ayting. Yezvarding. Klassika nima aytadi bular? Qarov ko'zim kelib mardim. Qarov ko'zim kelib mardim. U yog'ini so'zini bildim mana. Hey! So'zini bilmasangiz mahlas ashulani boshlab, shuncha odam hozir oxirigacha yetagan deb intizor bo'lib turibdi-yu. Men yolg'on gapirayotganman, to'g'ri aytmayman, so'zini bilmayman. Bitta ashulani oxirigacha yettirmaydi-ya bu. Men qarang, siz o'zi ashulachimisiz yoki sirkda chiqadigan Alek Popovmisiz? Kim? Kasbimni masxara qilyapti. Nima deydi? Kim deydi? Harakatga olganman uka.
Biz sizlarni Ozodbekning o'xshab yaltirib kostyum kiya olmaymiz. Kambag'al biz, birovni kostyumi bu. Sirk dedingmi? Ha? Aybi yo'q. Ha, sirkda hozir birorta hayvon qolmadi. Artistlar o'sha yerda ham egallab oldi, yoshini tushyapti. Doira chizni qarang, uni ustiga kostyum shimali shimiga krossovka kiyib olganiga o'laymi? Bunday krossovka kiyding, garay. Ha, hofiz, to'ydan tushgan puldan sal ko'proq bersangiz, muzikantlarga ham bir tupli-popli ovolardi. Ukam, bu ko'ramas, bu garay. Pulni farqiga boradi-cha. Bo'ling. Bo'ling, siz zo'ra o'zingizdan ishlaysiz bormi o'zi? Ketdik o'zimizdan shu. O'zingizdan ishlaylar bo'lsa aytinglar. Kulib chiqsang uyingdan, o'rgiloyin bo'yingdan, shoshilaman yo'lingga, intizorim sen o'zing. Kulib chiqsang ayvonga, abding o'xshar hayvonga, nega aytmading to'yingga, shoshilasan uyingga. Rahmat. Bu o'zingizlar ishlanglar. O'zimizniki. Ha, o'tirgan 4,5 ming odam biladi bu G'ulomjon Yoqubov ashulasi-yu bu. Kim ashulasi? O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulom ashulasimiş. Voy. Qarang. Voy, G'ulom mendan o'g'illagan ukam. Mana shu meni ashulamni aytib qizil kostyum kiyibdi nomar. Ha, G'ulom akaga til tekkizmang. Hamma G'ulom akaga til tekkizmang. O'zi G'ulom o'rtag'im. Achinaman shu odamga. Sinfdoshmiz biz. Bechorani hal qilamiz. Xotinlar yomon. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas emas, xotinlar g'ulom bas. To'g'ri. Hofiz, o'zingizda ishlaysiz bo'lsa ayting. Bo'pti. Bo'lmasa yig'ishtiring. Ketdik o'zimizdan shu. Yüzün kuzgusiga vallahi hayron Nargiz. Ah Nargiz, xabar olmaysan hargiz. Nargiz sho'ri qursin. Ahahey. Vahahey. Yashang Kamoliddin aka. Vahvahey. Ahmad. Bu ham yoqmadimi? Ey, Ahmad deb o'ylayapsiz bizani? Bu Kamoliddin Rahim ashulasi-yu bu. Bu G'ulommiki? Bu Kamoliddiniki. Kamoliddiniki. Hamma o'g'ri-ya, hamma o'g'ri. Natuna, men birorta yangi narsa. Mana mashina ham o'g'irlayapti, hammasi qarab turibdi. Ozodli muzikantlar o'g'irlab o'tiribsizlar. Mana qizlarni qarang, mana skripka ko'tarib o'tiribdi. Qarang, mana o'tiribdi. Qizlarga achinaman, qizlar, vaqt o'tiribsizlar. Yerga tegmaysizlarmi? Ha. Ozodni sozandalarga til tekkizmang. O'zingizni shaxsan o'zingizdan ishlaysiz. Yo'q, 500 ta odamni ovora qilib nima qiladi? Mana 3 kishi boplayapsiz. Qani bir boplang, o'zingizdan ishlaysiz, bir boplang, qani bir eshitaylik. Ketdik. Qani. Yengisidan. Rayhon senga uylanaman. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi. Hofiz, stop. Atrofimiz tog' bo'ladi. Hofiz. Tinchlikmi aka? Assalomu alaykum, Ozodbek, yaxshimisiz? Tinchlik, sekin shu Rayhonga uylanyotgandik. Kelib qoldingiz. Rayhon band aka, o'tgan yili 15 kun uylanganman Rayhon. Endi mabodo qo'yib yuborgan bo'lsangiz o'ylanib qo'yaymi deyapti. Rayhon Zaynabmish, garang. Bu yigit bizani to'yga ketgani kelibdimi? 16-moyga ketdi. O'g'il to'y qilayotgan ekan. Voy, ashulachi bu Ozodbek. Ya'ni bizani ashulani o'g'irlab etgan shumi? Bir rim oldi. Nima? Bitta odam o'ldirib qo'yapti bizani. Hofiz, tanimayapti shekilli meni. Tanimadim aka. Yaxshilab qarang, men o'zgarmaganman.
Kastim birovniki, unga e'tibor bermang. Ha, yo'q, tanimadim. Mana shunaqa ustozlarni tanimay qoladi. Galstuni ko'rganman qayerdadir, lekin siz ko'rmagan. Galstur atilab shunaqa galstur taqib olmadi. To'yda nima qistirishni bilsin odamlar. Adashmasin deyman-da. Ana buni ham o'g'illaydi, sendan ko'ra. Ertaga konsertga galstur taqib chiqadi, ko'rasiz. Chiqadi. Ko'rib oldimi? Ozodbek, birinchi marta sizga rubob chalishni men o'rgatganman, uka. Ha, ye. Men rubob chalmaganman umrimda, aka. Voy, qanaqa beastob ashula yuribsiz, uka? Bunaqa bo'lmaydi, uka. Ozod, ko'zingni shira bosib qoldimi, uka? Ko'tarib katta qilganman masala. Ha, ko'tarib katta qilganman. Men guvohman, mana garangam guvoh. O'zim ko'tarib katta qilganman. Meni ko'tarib katta qilguncha o'zingizga qaramabsiz, aka. Rahmat sizga. Sizni bog'ingizga. Ha, bo'yimni gapiryapti. Asga qilyapti bu. Menga qarang, uka, mayli biz chiqib ketamiz. Lekin ketishdan oldin mana xalq o'tiribdi mana shu 4,5 ming odam o'zi baho bersin. Kim zo'r ashulachi? Ayt shu. Shu. Tashashamiz. Maydon. Qasam ichaman, biz yutamiz. Qasam ichaman. Ozodbek Nazarbekov hamda Narvon guruhi. Ana rost so'zlagin deydilar. Boshqa qilich kelsa ham to'kilib tushar tog'lar, mard ko'ziga to'lsanam surati-yu siyrati obro' topar elda ham. Yigit qasam ichmaydi, yigitning so'zi qasam. Yigit qasam ichmaydi, yigitning so'zi qasam. Bo'ldimi? qani tayyorgarchilik qattiq bo'ldi. Rost so'zlayin deymanu, rost so'zlayin deymanu, ammo ukam jon shirin. Qanday qilib rost so'zlay, eshik ochganda xotin. Kerakini bilasan, ajdahoga qarindosh. Majbur yolg'on so'zlayman, ko'zim to'la achchiqqa yosh. Boshqa ichmayman deya ichaman qasam. Aro ichib qo'yaman, qasam ichmasam. Yomon emas, yomon emas. Yomon emas. Hay. Barni berishadi. Hofiz, menga berib turayman, xalaq qilmasin. Juda ham ko'zingiz och hofiz ekansiz. Va'daga vafo qilish yigit ishi azaldan. Nomidan ori halol, belda belbog' mahkam. Yolg'on iymonni yeydi, asrasin haq yolg'ondan. Yigit qasam ichmaydi, yigitning so'zi qasam. O'z javob beravering. Va'dalar beriladi, va'dalar beriladi.
beriladi to'ydan oldin million qop. Kaytda berilgan va'da ichidan rost gapni o'zing top. Artist bo'lib turmasang, artist bo'lib turmasang, uyda har kuni janjal. Xotirjam bo'lay desang, net yolg'on gapirib turgan ham afzal. Yigit qasam ichadi, yigit qasam ichadi, qasam ichishga majbur. Pirchom tut or nomusu, pirchom tut ukam g'urur. Atlet. Aslida mard yigitlar qo'rqmas hayot zarbidan. Goho man erkaklar chiqmas xotinning gapidan. Agar o'zingizga tosh otdi-yu. Xotindan qo'rqishingizni qattan bilibdi bu. Xalq suygan qo'shig'imni, el suygan qo'shig'imni aslo yo'ymang Ermakka. Yaxshi ko'rasizlarmi shu qo'shiqni? El suygan qo'shig'imni aslo yo'ymang Ermakka. Bu qo'shiq atalgandir asli butun erkakka. Hey! Hofiz! Bu agarotingizni shudgor qilib tashadi-yu. Siz butun bo'ldingiz, ha? Biz yarimta bo'ldik. Shunaqami endi? Shunaqa bo'ldimi endi? Shunaqa shaxsiyatga tegish bo'ldimi endi? Mayli. Xalq o'zi biladi. Kim zo'rligini? Ozodbekning konsert 19-da tugaydimi? Tugaydi. 20-apreldan 20-maygacha konsert bermagan navbat. Qani. Hozircha joyi bo'shattiringchi. Ozodjon, sizga yaxshi doirachi kerak emasmi? Ha? Sizga deyman, yaxshi doirachi kerak emasmi? Ha? Bari.